bir havuzumuz bo'lar edi. Ham eshak ichar edi, ham hayvonlar ichar edi. Sifati buzilar edi, choyi ham yaxshi chiqmas edi. Sarsongarchilik bilan suv olib kelar edik. Notoza suv bo'lardi. Ot ulovi bo'lgan odamlar bundan 20 kilometr nariyoqda suv olib kelib ichgan. Hamma emas, faqat ko'ligi bor. Eng katta masala men kechirmaydi, ichimlik suvi. Qanday qiyin bo'lmasin, bu suv keladi, xudo xolasa. Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash loyihasining birinchi bosqichini ishga tushirish uchun ramziy tugmani O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ostida. Hayolimizga kelmagan ishlar bo'lib ketdi. Asli orzular amalga oshdi. Biz ichimlik suvdan juda ham qiynaldik. Qisa bo'lar ekan. Prezidentning tashabbusi bu. Bunaqa suv bilan ta'minlash savob. To'polon suv ombor manbasida qattiqlik darajasi 3-4 milligram bo'lgan shifobaxsh suvdan iste'mol qilishga erishilyapti. Grafik asosida emas, har kuni suv ichish imkoniyati yaratdi. Prezidentimizning tashabbuslari, bu qilayotgan mehnat hammasi insonlar uchun bo'layotgan tashabbus ish bu. Bu tog'dan toshlardan urilib pishib kelayotgan suv bu. Xursandchiligimizda cheki yo'q. Suvsiz yashash qiyin. Ko'zlarimiz quvonch, ichimizda sevinch. Asrlar davomida orziq kelgan toza ichimlik suvi mana bugun ro'yobga chiqdi. Hurmatli prezidentimizga kattadan katta rahmat. Bizga shunchalik sharoitlarni yaratib, shunchalik yaxshiliklar qilyapti. Suvni qadriga yetishimiz kerak. Eliga ya dostları topalana su keldi.